Olmay tur, nima degansizmi? Aka bir tiyinga qimmatmi? Umuman reklama qilmayman. Biz aslida reklama qilish uchun kelgan edik, lekin umuman boshqacha bo'lib ketdi. O'zingizlar ko'ringlar, menda ayb yo'q. Andijon shahrida 13 ming so'mdan 35 ming so'mgacha restoran taomlarini yeb, maza qilib ovqatlanish mumkin bo'lgan joy borligini bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'ring, biz sizga obzordan keyin manzilni aytamiz. Ketdik. Ushbu 1,5 ming sig'imga ega bo'lgan oshxonamizda 35 xildan ortiqroq taomlar tayyorlanadi. Men esa bugun sizlarga ayrimlarini obzor qilib beraman. Agar bu oshxonani hamma taomlarini, hamma pishiriqlarini, hamma plyuslarini sanab o'tsam, bu reklamani ko'rguncha Shaytanat serialini tugatib qo'yganim yaxshi deyorasiz. Hozircha shu ham bo'laveradi. O'zini hurmat qiladiganlar qimmat restoranlarda ovqatlanadi. Biz esa ham o'zini, ham cho'ntagini hurmat qiladiganlarga taklif beryapmiz. Bu Toshkent dimlama 25 ming so'm. Wow, dumba jigar 30 ming so'm. Aytgancha eslatib o'tishim kerak, choy, salat, non hammasi bu oshxonamizda bepul. Bu esa Toshkent oshi 25 ming so'm. Devzira osh 28 ming so'm. Do'lma sho'rva 28 ming so'm. Buni nomini o'zingiz yaxshi bilasiz. Bu 25 ming so'm. Bu taomning nomi Antiqa 28 ming so'm. Langet 30 ming so'm. Xonim katta kesimi 5 ming so'mdan 15 ming so'm. Tabaka 25 ming so'm. Vostochniy dimlama 25 ming so'm. Wow, bu men yoqtirgan assorti 30 ming so'm. Tovuq shashlik 25 ming so'm. Bifshteks 25 ming so'm. Duxovka shashlik 15 ming so'm. Avashnoy 25 ming so'm. Chixambili 25 ming so'm. Qovurma lag'mon 20 ming so'm. Tovuq say 25 ming so'm. Go'sht say 28 ming so'm. Bu taomning nomi Uyg'ur do'lma 25 ming so'm. Yana bitta men yoqtirgan taom tiftel. Bu 20 ming so'm. Tovuq sho'rva 20 ming so'm. No'xat sho'rva 20 ming so'm. Do'lma sho'rva 28 ming so'm. Brizol 23 ming so'm. Brizol sirli 23 ming so'm. Wow, shirinliklar ham shu yerning o'zida tayyorlanadi. Shirinliklar, duxovka somsa, tandir somsa, shashliklar haqida keyingi rolikda albatta aytib beraman. Manzil Boburshoh ko'chasi. Xalq tilida aytganda Yangi bozor yo'lining oxiri Go'rgaz Krugovoyni oldida Qo'qon universiteti Andijon filialining Kuaf oshxonasi. Bemalol xohlagan vaqtingizda kelishingiz mumkin. Boshidagi videoni kutyapsizlarmi? U shunchaki reklamani oxirigacha ko'rishga majbur qiladigan video edi.